Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning Zelenskiy Rossiya faqat Ukrainaning emas, Polshaning ham dushmani ekanini aytdi. Bizning umumiy dushmanimiz bor va u Rossiya. Biz bir-birimizga albatta dushman emasmiz. Polsha rahbari Ukrainaga kelishga vaqt topish kerak. Kelsin, gaplashaylik. Barcha masalani muhokama qilaylik. Barcha keskinliklarni bartaraf etaylik. Hamma narsa bir zumda hal bo'lmaydi, lekin bu to'g'ri yo'l. Men doim aytaman, men tayyorman, degan Ukraina rahbari. Zelenskiy qizining urush vaqtida Ukrainada bo'lishi u uchun muhimligini aytdi. Men boshqa oilalarni tanqid qilmayman, lekin qizimning aynan shu yerda, Ukrainada o'qishi men uchun juda muhim. O'z mamlakatingizda nimalar bo'layotganini ikkinchi qo'ldan eshitish emas, balki urush paytida shu yerda bo'lish muhim. Barcha bolalarimiz kabi raketa hujumlari ostida shu yerda bo'lish. Shu bilan birga ota-onalari bilan birga mamlakatni tark etgan bolalarni ham men tanqid qilmayman, degan Ukraina rahbari. Zelenskiy Putinni manipulyator deb atadi. Putinning aytgan hamma gaplari bu manipulyatsiya. Hammasi his-tuyg'ularga qaratilgan va bugun Trampning his-tuyg'ulari uchun kurash ketmoqda. Agar Tramp ijobiy kayfiyatda bo'lsa, u Rossiyaga nisbatan ba'zi cheklovlarni bekor qilishi mumkin. Agar u Putinning urushni tugatishini xohlamasligini tushunsa, u yana qat'iyroq choralar tomon qaytadi, degan Ukraina rahbari. Agar Ukraina bo'lmasa, hech kim Polshani himoya qila olmaydi. Bu shunchaki imkonsiz. Agar Ukraina mavjud bo'lmasa, himoyalangan Polsha ham bo'lmaydi, dedi Vladimir Zelenskiy. Yangi dronlar 3000 kilometrdan uzoqqa ucha oladi, dedi Ukraina rahbari. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy mamlakat yangi uzoq masofali dronlarni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazayotganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinda Tyumen viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga qilingan zarbada dronlar taxminan 2500 kilometr masofani bosib o'tgan. Zelenskiy yangi dronlar 3000 kilometr va undan ham uzoq masofalarga uchishga qodir ekanini ta'kidlab, Ukraina Rossiyaning harbiy sanoat obyektlari, neft bazalari va gaz omborlariga yetib bora oladigan vositalarni ishlab chiqishda davom etayotganini bildirgan. Zelenskiy Polsha rahbarini anti-Ukrain kayfiyatlarini qo'zg'atishda aybladi va bu Navro'tskiy uchun yomon yakunlanishini taxmin qilmoqda. U xuddi Orban qilayotgan ishlarni takrorlamoqda. Faqat Viktor Orban buni anchadan beri qilib keladi. Menimcha bu u uchun yomon yakunlanadi. Men bunda faqatgina saylovoldi jarayonni ko'ryapman. Karol Navro'tskiy bosh vazir Donald Tusk davrida o'z partiyasidan bosh vazirlik kursisi uchun kurashmoqda. Bizning bunga hech qanday aloqamiz yo'q. Bu ularning ichki masalasidir, deb ta'kidladi Ukraina rahbari. Rossiya Ukrainaning dron boshqaruv punktlarini yo'q qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Dnepropetrovsk viloyatida Ukraina qurolli kuchlarining dron boshqaruv punktlari aniqlanib yo'q qilingan. Bayonotda aytilishicha, o'zi yurar artilleriya tizimlari orqali operatorlar yashiringan joylar hamda aloqa joylari tugunlariga zarba berilgan. Livan xalqi uchun yordam yo'lda, dedi AQSh senatori. AQSh senatori Lindsey Graham Livandagi vaziyat haqida fikr bildirib, livanliklarga AQShdan yordam borayotganini ma'lum qilgan. Hizbulloh uzoq vaqtdan beri sizning mamlakatingizni qo'rqitib kelmoqda. Bu endi tugash arafasida, degan Lindsey Graham. Ukraina Polshani hurmat qilish kerak, degan Donald Tusk. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Ukraina bilan munosabatlarida tarixiy masalalarga e'tibor qaratish muhimligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Polsha Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Biroq tarixiy bahsli masalalar,
jumladan ayrim harbiy tuzilmalarni ulug'lash Varshava tomonidan qabul qilinmaydi. Donald Tusk Ukraina ittifoqchilarining, xususan Polshaning pozitsiyasini hurmat qilish kerakligini bildirgan. Biz Livanda qancha kerak bo'lsa shuncha qolamiz, degan Benyamin Netanyahu. Biz o'zimizning hayotiy muhim manfaatlarimizda qat'iy turamiz. Biz ulkan yutuqlarga erishdik va ulardan voz kechmaymiz. Biz qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt Livan janubidagi xavfsizlik zonasida qolamiz. Eronga kelsak, siyosiy o'zgarishlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men Eronning yadro qurol bilan qurollanishga yo'l qo'ymayman. Modomiki men Isroil bosh vaziri ekanman, bu narsa sodir bo'lmaydi, dedi Benyamin Netanyahu. Moskva yaqinidagi Dubna kosmik aloqalar markazi dronlar tomonidan hujumga uchradi. Bu haqida Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hujum natijasida televizion efir va aloqa ishlashida uzilish kuzatilmagan, xodimlarga ziyon yetmagan. NATO va Yevropa ittifoqi 2030-yillar arafasida Moskva bilan harbiy to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Grushko. Albatta, biz ular 2030-yillar arafasida Rossiya bilan harbiy to'qnashuvga haqiqatan ham tayyorgarlik ko'rayotgandan kelib chiqmoqdamiz, dedi diplomat. Uning ta'kidlashicha, harbiy nuqtai nazardan Moskvaga nisbatan tajovuzkor intilishlar masalasida NATO va ittifoq o'rtasidagi farq allaqachon sezilarsiz darajada. Ularning asosiy vazifasi esa Rossiyani mag'lubiyatga uchratishdir. Avvalroq Sergey Lavrov Ukraina, Yevropa va global xavfsizlik nomli maqolasida NATO va Rossiya o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv halokatli oqibatlarga olib keluvchi yadroviy zarbalar almashinuviga sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozgan edi. Ukraina Storm Shadow raketalari bilan Rossiyaning Voronezh shahridagi zavodga zarba berdi. Ushbu zavod raketa komplekslari, Iskandar, Kalibr, radiolokatsiya stansiyalari hamda havo mudofaa tizimlarida S-400 da ishlatiladigan tranzistorlar, diodlar, mikrosxemalar ishlab chiqaradi. Rossiyalik jurnalist Margarita Simonyan yana bir bor Nikol Pashinyanni haqorat qildi va ijtimoiy tarmoqlardagi nonkor armanlarni aniqlab, ularning Rossiyaga kirishini taqiqlashga chaqirdi. U o'z bayonotida ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaga qarshi fikr bildiruvchi armanlarni to'yib qolgan nonkor maxluqlar deb atagan.